Ma'qul. Chaqirib? Nimdadan qizim? Tibbiy universitetdan chaqiriq kelibdi. Voy aqlli qizim, voy chechan qizim. Obaqtani bersin qizim. Voy bekraqo chaqiriq kelibdi. Men ko'rib biqinlar dadisi. Bu tibbiy universitet degan qanday maktabkan bola? Doktor bo'lgan maktab dada. O'qish bitgandan keyin oppoq xalatni kiyib, ish paxanda doktor bo'ladi dadisi. Voyja, ama adam nimda avi qilib turdiganda, qizimizga shunday yo'g'on maktabdan chaqirgan xush bo'lmadingmi? Unda bo'lsa, u maktabda doktor bo'lganga bakaga o'qitib qo'yamdikan? Ha? Akıllar, qizim, mana nimda tabii o'qig'ina? 1 yillik o'qish puli 7000 qo'y ekan. Nima? 7000 qo'y? Qanday? Men nima dedim? Hozir bakaga ish yo'q. Bo'pti. O'qitdikmi deyli? 7000 qo'yni qanday qilamiz? Sen de baqa. Ma uyda bir pulga yarg'adak narsani sotamiz dadisi. Faqat bo'lmasa, qo'lim qo'shildim bo'lsam, qarz olamiz. Aram bir fursat kelganda o'qitilamish bolni. Astagfirullah. Biz texe koni qarzini qaytarib bulanmagan tursak. Bizga endi kim qarz yurdi, ha? Kim? Sebep qilsang suvat suv to'xtaydi debdiki, bir amal bo'lib qolar. Qizim. O'tir. Qancha yil o'qiyotgansan? 5 yil. 5 yil? 5 yil degan 35 ming qo'y. Bir ajlini amalni qilamiz. Keyin qanday qilamiz? Yantaga oyda evatilgan turmush xarajati. Qatnash haqqi. Bu pullar borda taga. Mana. Men bağı 35 ming qo'yni qajlab beqish emas. Bunda qulam qilib sanab baqmagan tursam. O'tar. Biz bağı tul osmonda qazning sho'ribsiga nonchilab ichmay. Ma halimizga tushliq ish qilayli, halimizga. Unda demanglar Bakraxon. Sizlar bir akish yo'g'ankan bir amalni qilib beqinglar. Oson o'qitdim bu qizvalni. O'zim ming bir japada o'qib, aramış fursatga erishganda endi o'qitmasa qanday bo'ladi? Yana desam, yan deydigan bak xotin. Men qanday amalni qilma, ha? Qanday amalni qilma? Qon satayma? Ma börkimni satayma? O'qimaydi degan o'qimaydi. Tushundingmi? Ranagul. Ay Ranagul. Qanday degan g'araz tushunmaydigan odamlar bu, ha? Yotqanga biqib chiqib ketmaydi. Tay Xudoyim. Men nima qo'ydim, bu nima qo'ydimda? Allah. Saqaymidi bu baş.
to'xtamay chiq baqa na ketdi abi pishak ketmisan yana. Bekrahının uyda bir iş bo'lgandek turdi. Ya neymiş olğanda? Qaysi kuni Qaysarjon Ranagunning yuqur numur ağalıqın davatqa. Ha, shunda. Xatolaşmasam Bekrahın qizini oliy maktabga uyatmaslikdan qazınday soldi. Sizlar sal turib tamoq sunğach Xelishxon bilan bir mungdush baqing. Ma'qul. Stop. Gaz çakmayın mı? Assalamu alaykum. Ve aleyküm selam. Hoy, takva kilonlar. Ha, Bekraxon. Ha? Bu men sizlarni gazı setib Alloh seviyaga ketdi desam hiç bayılanmaysizlar. Tapqan pulni bankka tashlab qo'yalmi ya? Adamni pul zanlı qilmoqchima dal takva. Ha, Hoş gazır setib bay o'g'in ulamda. Zeriktim deyim bu ishdan deymi? nishqa? Etgenden kayıp çoğuçup yolun boyu çıkıp ottağın düştüğü olmayken deymi? 5 moçenden bir koydan setip şımma soda oldum deymi? Banda 100 koydan, 50 koydan yan çıkıp şarak kirip dursa anamdaki soda diye sodamam deymi? Vay gibi ne? Bu sizlarni çoğanda. Bu şu mehli koydik hemmeden tapqan tutgan pullarga nay yemey, 3 vaqt gaz ocaq sildi ekanda ha. Razım. Daltaqva, bunlar degan gap emas. Daltaqva. Ha? Maklonlar. Ne bo'ldi? Siz deydigan bir gap var maklon. Daltaqva. Sizlarga deydigan bir manda bir maslahat bor. Ma beshimning ichimo qatda, teshimo qatda danglar. Mushunga bir maslahat ko'rsatsang bo'ldi. Nima ish bu? Xayringlar, qizim bu yil oliy maktab o'tdi emasmi? Ha. Bu balag'imda o'qimagan balam pul yo'q desam, yig'lab beshig'i keydi danglar. Hozir oshmi ichmaydi, nam yemaydi, dumli yotadi. Mush qanday qilsam bo'lar? Deb beshim qilib ketdi. Mendan chiqadi. Ashtu meni qizlarni so'qaplar, qizlarni ag'ib yuturlar. Shu vaqtda beshani saqlaydi, umayli qutulasizlar. Shu qo'sqonga chirib chiqsam, agar pul olgan bo'lsa, o'qitgan bor ekanda qizlarni. Endi Daltaqva, shu bala emasmi? Hey, Bekraxon. Bu cho'ng o'qigan qizlarni o'qitib nima qilasizlar? Ikki kishini o'rtaga 5-6 sinf tashlab qo'ysizlar. Anda qilmanglar. Bo'pti. O'qidi deyli. Sizlar qoqsanam qilib qaytib keladi. Kelgandikim hech ish yo'q. Shu adim bizga tegib, qozon besh o'rnashgan gap. Yo'lda avozga merdanglar taqa. Ang yaxshisi, azroq pul varaq adim bizga bir doktorlar aytishara. Qizlarni o'qitamda. Daltaqva. Shunda qilaymi ya? Ha? To'g'ri shu. Maqli. Men shunda qilay. To'tala? Ha? Irim qildingmi? Ha, qildim. Ha. Men mashqimga chiqib ketganman. Lampola men nan yeydilar. Yo'q, hazrat. Mush kichikgina maslahatni bazaga bermadinglar? Hadi men miyman qilsam qilajaqlar. Mashqimga ketgan mashq qilmay chiqdi. Bo'pti, qilsam qilay. Men qilay. Ma qarab qo'yasiz, javob ber. Qarab qo'yam. Tabi, xayrida kelib qolsa, setdinglar. Zakasa. Ana bu işiniz işçine kızım. Ne çıkın bol siz düzük tamak yemigile. Elana. Dada, ana. Men o'ylanib, oxir oliy maktabda o'qimaslik qaroriga keldim. Necha kun o'zi sizlarni bek besaram jon qilyapti. Meni kechiringlar.
Bu sizning yurak so'zingizmi? Ha, ana. Uyimizning ahvolini bilib turib, sizni bunda ta'til qinsam to'g'ri bo'lmaydi ekan. Ha, belli. Mana. Endi to'g'ri gap qilding, aqlli qizim. Ilmu bakchiq o'qib ketdim. Ko'nglingni ayab ma'qul edi. Yana o'qisang, yana shunda o'qiysan. Aylanib, yana mush o'y kelsa. Qizval degan bag'o, doktor bo'lsin, bo'lmaydigan ish ekan. O'qishim ishlaydigan ish emasmi? Acaba anam ağrıp qalğan çağda qızval doktorlar qutquzduğamsa? Ağzına bir salı bilib. İşini. Kızım, ko'nglingni yerim qilma. Agar bak o'qig'ing kelib ketsa, men bozordan jiq kitob keltirma. Uyda o'tirib o'qiysan. Bulamda yakshanba kuni ishga borib, sana chiroyli kiyim beray. Juma qizim. Ha, och suyib qolmasin. Oshchi. Ha, ishinglar, onasi. Oshching. Assalomu alaykum Bakirka. Voy, va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qana Toshpo'lat mudir, obdan to'lma, shaman to'lma. Qana, ko'pikilli. Qani. Xo'sh, rahmat. To'xtamaylar. Bunda beres o'tgan kentdan taqib bergan so'zlarni ay bo'lish ahvolini bilib boqli deb bergan. Qandoq so'zlar cho'ng bo'lib qolganda? So'zlar? Ha, ras. Meningcha o so'zlar hal cho'ng bo'lib qoldi deydi. Bu meningcha degandim dengga. Kirib qilib, nada cho'ja? Cho'ji. Ha, baqtiratda. Oy, cho'jilar yo'q-ku, mishkatak to'g'rimdi ya. Qo'yvatdim ya. Tu. Çocuğun yok ko. Bak qo'yvatdingmi? Raz gap qilsam. O cho'jilni setib etdim. Ko'paytib qo'yinglar deb bergan cho'jilni nima setib etdinglar? Voy shu mening satqim yo'q-da. Qarsam hammamiz xo'roz chiqib qoldi. Bu xo'roz ya tuqamisa. Ya buni bir ko'paytganimsa, shuni bilan shu setib etdim shu. Ay Bakranka. To'li yolg'on gap qilmanglar. Biz ma çocuğunu setib olgan chaqda 90% mekyan, 10% xo'roz deb degivorlashgan. Senigimi shu nisbat bu ish taqib berdik. Hammasdan xo'roz chiqishi mumkin emas uni. Degivor tuzganda ilqi mekyan xo'rozni menda bir-birlab menda armag'ansizlar-chan. Bu necha 10 ming çocuğunu qanday arib bo'g'ildi? Ha, shu gap shu. Shunlag'o menga hammasi xo'rozni mang kelib qolgan gap shu. Gapni shunda deysizlar. Lekin baqmoq tashkilib setayotganinglar aniq. Bo'libda biz mish bo'yicha doklad qilaylar, ammo oxirgi hisobda ziyonni o'zinglar tortisizlar. Biz sizlarni qanday qilsak bayularkin deb yo'lib bo'lolmay avara. Sizlar mushunda qo'shqonga o'ltirib deb aql so'rab avara. Hay. Undama deb ketmanglar. Avval shunda tursin. Menga amal yo'q-da. Biz chiqaylar. Voy, birdan o'tirib, bunda bir choy pay ichib, mavsani o'lta. Rahmat. Haras. Mal qizinglar Ranagulga o'xshash oliy maktabga o'tgan o'quvchilarga hukumat iqtisodiy jihatdan yordam qildi ekan. Xabaringlar bormi? Voy, bu bilan gaplar? Shundaymi? Naq pul beramdiki, ya bundaqiliq depta qalam 3 oyga tushiramikan. Pul berib qolsa, qancha pul berdiganda? Ya Allah Bakranka. Assalomu alaykum deb bo'g'ich 5 ko'mni berdim, ey. Avval bir berib jadvalni to'sh qilsanglar. Ha. Tasdiqlanmamdi. Qancha pul berdi? O keyingi gapda. Ha, men taq nima dedik deb. Bu bir nesi ishkan qo'taqa. Biz chiqaylar. Maqamsa. Ben o'tirib bizdan choy pay ichsak. Rahmat, bo'ldi. Uzatma, baq. Ama uzatmadim. Bakrahon. Ha? Hukumat maballığı o'qish yordam pul versa bek belashgan bu. Sizlar bir tirishib beqmanglar qani. Ma qizimiz Ranagulni o'qish pulini berib qolsa ajab emas. Davatgan gapini anglamadingmi? Ha. Uvago ya bap pul, ya yo'q pul. Ba'zi muago shu 1-2 ming qo'y berib qo'ydi. Qolgan pulni men yana nega berib topaman?
Ay, bu balın kallası ötep boğandiken toluq kotoğuşumaqda benginin xiyalını qılıp verdi. Ana dada. Oldu ben okumayayım. Voy, aka keldingmi? Ha. Beserjon. Xush xabar. Ha. 100 bin bizga tasdiqlab bergan ya, oxiri amalishibdi. Bek yaxshi bo'pti aka. Uf. Uni bir dema. Ha, uning ustiga u ya cho'ng yo'lning bo'yida ekanligini. Ha. Suv to'klari shunchalik ravon. Endi zavod qurish ishini boshlasak bo'ladi. Topgan tagimizni doğru tikadigan vaqt kelibdi-da aka endi. Shunday qilamiz uka. Qo'lni kesmagicha qan chiqmaydi emasmi? To'g'ri. Haras aka, ma Bekrikamning qizi tibbiy universitetga o'tib ekan. Ha. Bekrikam pul yo'q, o'qitmayman debdi. Bu shular bir yordam qilib qo'ysa bo'pti ekan. Bo'ladi. Bu ishni ayrim bir maslahat qilamiz. Ma'qul. Ishini qilaylik. Ma'qul aka. Rahmet kızım. Dada, tamak ne çıkayım? Sel turp eşkim bana. Nasıl ben tamak ne çıkayım? Assalomu alaykum Qadir aka. Ve aleykümselam Bekraxon. To'g'rim, shaman to'g'rim. Kile olta. Amin. Allahu Ekber. Shaman to'g'rim, abdan to'g'rim. Bekraxon. Ha? Rana Gül'ün tibbi üniversiteye ötkenliğini anlap pek hoş oldum. Pek hoş oldum. Anlasam o mektapı ötmek mi pek tersmiş. Karaganda senin kızın pek akıllı, tırışarken. Yama yeri sen o balını okutmayma depse. Pul yok demekçe. Şundak mı? Naq tapla Qadir aka. Sizlar bizning uyning ahvolini obdan bilinglar. Surishtirsam yiliga 7000 koy o'qish pul ketilgan. Uningdan boshqa yana 1000 koy ivatmasak bo'lmaydigan gapga bunchalar chiqimni biz ko'taramaymiz Qadir aka. Rast. Sizning uy bu chiqimni ko'taramaysiz. Shu. Lekin balani o'qitmasanlar qat'iy bo'lmaydi. Qadir aka, qanda o'qitma, uyini sotadimi? Gapimni bilma. Senin qiyinchiligingni bilgan bo'g'ashqa akşam bola bilan maslahatlashdik. Rana Gül'ün o'qishiga qayinjon yordam qiladigan bo'ldi. Yaxshi ko'ngillarga ko'p rahmat Qadir aka. Endi patingimga qarz atuvag'im yo'q. Men sana qarz turayli demedim. Yardım qilayli davatime. Yana texe Liza ketme bu iş qarab turmaydi. Hozir hükümetning bu siyosati bek yaxshi. Qadir aka, bu siyoset emilishib, pul qo'lga tekkicha kim bor, kim yo'q deysizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Qadir aka, salomatullomi? Bilan. Ana valangli yaxshimi, salomatullomi? Ha, Bakir aka, men sizni izlab kirgan. Ha. Bu yoqqa kirsam, Qadir akamning uyi kirib ketdi dedi. Shunga misha kirishim. Atatigan soat 8 bilan Yasin sekretarning ishxonasiga Ranagulni elib berib beringlar. Nima ish bor aka? Muhim ish bor. Kechikib qolmangizmi? Ha, ma'qul. Ma'qul. Dasqon kel. Rahmat Qadir aka. Men oldiraytdim. Muhim ishim bordi. Men mangay. Unda qo'sa unutib qolmangizmi? Xush xabar bor. Xush xabar? Ha? Ha, ma'qul. Bekraxon, agentni aldingmi? Qaraganda hükümet qizingning o'qishiga yardım qildigan o'xshaydi. Bundan keyin ikkilanmay abalni o'qit. Ma'qul. Ma'qul Qadir aka. Men mangay. Ma'qul xo'sh. Qadir aka, men ma Sodiqchonni uzib qo'yga chiqayman. Tamoq ketmanglar, tamoq pishdi. Bo'ldi. Bu uyda tamoq yemiga o'yolmagan ekan. Ma'qul. Xo'sh Qadir aka. Ma'qul.
qizingni o'qishda qilib. Dada, mehmonlar tamoq o'ltamabdi-ku. Ular aldıraydı ekan kızım. Qanaqasi? Bakraxon. Naylik ma'rif idorasi, nomrodlarni yo'lash ishxonasi, birlik sep bilim qatorliq o'rinlarning tasdiqlashi bilan qizinglar Ranagul bu yil 7000 yan o'qish yordam puli erishdi. Bu pul keyingi yillarima davomli beriladi. Biz yana kent moliyasidan ahvol qarab har yili muvofiq xarajat ajratib Ranagulning xotirjam o'qish bitirishiga to'liq kafolat qilamiz. Yana qo'shninglar qiyin qodir qizinglarning o'qishiga har yili 5000 yan yordam qiladigan bo'ldi. Rahmat. Ay, eskisi yo'q. Rahmat sekretar. Okuyamayapman. Hamda qizinglarni o'qitmayman demaydigansizlar. Yo'q, sekretar. O'qitma. Cho'qib o'qitma. Rahmat sekretar. Endi gap qizinglarning tirishib yaxshi o'qishidan qoldi. Yaxshi o'qiydi. Aqlli qiz. Yaxshi o'qiydi. Yaxshi o'qig'in nima qizim? Ömrümcün tuvaktaydı kızım. Biz onu atraf giyme kılın giyip yatmayım. Acaba hoş. Yaxşı oqu. Kızım, yaxşı okun. Ata-ananızdan, yurt cemaatinin ümidini yedi koymak değil mi? Xotirjam bo'lsa qadrcha o'zadi. Cho'qim tirishib o'qiydi. Ne kadar işte. Oldu mu? Oldu. Başları çıkalım. Hadi Rakka. Baldı bir tepkili. Ne kadar işte. Oldu. Çıkan. 4 günde tatil olacak. Sevri kızlar. Şıkımızla. Dadam kimdi bu? Dadan hazır keldi balam. Kela biz uxlaveraylik. Dadam geldi sımayma. Dadan hazır keldi dedim-ku. Kela dedi. Dadam telefon kıl kelsin. Ma'qul, dadan telefon qilib beray. Dadan telefon olmadi balam. Aldıraş o'xshaydi. Dadam bizni bek o'xshaydi. Şu an telefon olmadı. Unda dema, dadan degan aldirash hali qaytib keldi. Juma dadan kela uxlashtiramiz kela dedi.
Akşam telefon qilsam yana almadinglar. Varançurunda anlamakta mı? Sorun dikansizlar-da yana. Tunugun shahardagi bir qancha korxonchi do'stlarimni maslahat so'rash uchun tamoq chaqirgan. Yaqinning yog'i uyga bak kech keldigan bo'lib qoldinglar. Ansiraydi ekanmi? Qanday qilaman? Tunugun qurilish shirkatidagilar tamoq chaqiribdi. Oldingi kuni bankadagi bir qancha tanishlarimni men tamoq chaqirib qo'ydim. Men ammo baldur qaytib kelib, sening aytgan tamog'ingni shunday yegim bor bo'lmasa. Ish qilib salomatligingizga diqqat qilinglar. Ansirma. Zavodning ishi bir boshqa chiqsa, hammasi joyiga tushadi. Bu chog'da bunda o'ltirishlimi azlab qoladi. Kichik bolam ishdak maktabga ketib qolsa. Qosqim to'q. Tuzuk bir nima yemayli qo'sqim to'q deysan bola. Yigina? Bu balni zo'lsimi qilgan nashtirqmi shunchaliklam? Endi men chiqmay yuray. Meni bilan suyib qo'yasiz, ha? Akşamda baldur kesen suyup koyma. Şeytan. Keşke görüşelim. Ma'qul. Hoş. Hoş. Baldıroq yenib kelasizlar. Siz cuma mening shaharda qildigan azroq ishim bor. Men qap qilma. Ma'qul. Atqiyim kamzasini shaharda bir o'ynatmoqchi ekanda. Qiymakingiz o'zining ishlari bilan aldirash. Meni o'yintirgan nariga cho'l istaysiz. Men aldirashda shaharda ishinib yurayvermay, topgan pulni ochib xajlab turing. Bo'lmas boshqalar xajlab qo'ymasa yana. Nima deganingiz bu ukam? Dadam kunda uy kechchirildi. Gap qilsaq ben anlamaydi. O'tganda onamlar urushib qoldi. Yo'qlanga qilmay topshiriq qo'yishigina bolam. Siz azroq pul tepibchi. O'zgardinglar. Og'zingdan maymaq buzildinglar. Og'zingni yum. Men sana deb qo'yay. Gapim bor deb og'zing kelganda davan. Sen qurban bergan bo'lsang, menmi qurban beryapman. Menmi mush sizlarni, mush oilani deb butun vujudim bilan ig'rik kitlayapman, pul tepyapman. Men undan chiqib pulni kerak yo'q. Cho'y gapiraysan, ha? Akşam dadamla anam urushib qoldi.